ishlab kelmoqdaman. Kompaniyaga kelishimga sabab o'zim bilan zavodda birga ishlovchi Izabayeva Xavxar ismli qiz meni taklif qilgan. Ular meni taklif qilgan bo'lsa, direktorimiz Gulnoraxon Aybasheva meni vospitat qildilar. Ya'ni meni kompaniyaga bo'lgan muhabbatimni oshirishga yordam berdilar. Qolaversa Nurbekka ham kattakon rahmat. 24 soat onlayn men uchun, endi hamma konsultantlar uchun bo'lsa ham kerak. Qaysi paytda o'zim qiziqtirgan savollarimga nafsigida javob olib kelaman. 24 soat ichida. Xohlasam soat 2 da, xohlasam soat 4 da. Buning uchun rahmat ularga. Bizda 19-mayda konferensiya bo'ldi. Ishtirok etganlar bor. O'sha kuni bizga aytishdi, kim offlayn ishlasa onlayn o'rganinglar, kim onlayn ishlayotgan bo'lsa offlayn ishlashni o'rganinglar deyishdi. O'sha kuni borib Odnoklassnikni ochdim. Odnoklassnikdan Xudoga shukr, mana bu yerda orqamda Odnoklassnikdan kelgan odamlarim bor. Kamida 5 ta odamni taklif qildim. O'sha 3% konsultant bo'lishdi ko'plari. Xullas harakat qilgan odam bo'lar ekan. Ko'pchilikda gap bo'ladi-da, mening ham turmush o'rtog'im bor, farzandim bor. Ko'pchilik aytadi, meni xo'jayinim qo'ymaydi internetga kirishga. Agar o'g'il bolalar yozsa, menga zapret tushadi, qila olmayman deganlar bo'ladi. Hammani xo'jayini qatori meni ham xo'jayinim shunaqa, qattiq qo'l, rashkchi, lekin qaysi payt foydalanish bilishimiz kerak. Hamma erkak kishi ham ruxsat bermaydi ishlashga, erib qo'ymaydi deganlar juda ham ko'p. Bu bitta bahonani, rostdan ham bahona ekan. Bu gap ko'p aytishardi. O'zim endi bilyapman. Erkak kishi bizni ikkinchi bolamizga o'xshar ekan, как будто. To'g'risi hamda ishlayman desak, nimadan qo'rqishi bo'lar, yo'q deyshadi. Menga e'tibor qilmay qo'yadi. degan maqsadda e'tiborsiz qolaman degan maqsadda yo'q deyishar ekan. Ular yo'q degandan tashlab qo'yish kerak emas. Meni xo'jayinim ham shunaqa deb aytishgan, lekin ularni ovqatini vaqtida tayyorlab, kiyimlarini vaqtida tayyorlab, ular ovqat yeydigan payt yoki uyga keladigan paytda telefonni ham yig'ishtiraman, katalogni ham yig'ishtiraman. Ular chiqib ketganda yoki uxlaganda kechasi shuning uchun yozaman Nurbekka, nima uchun ikkida yozasiz degan savollar bo'lishi mumkin. Men ularni uxlatib, bolamni uxlataman, xo'jayinimni uxlataman, shundan so'ng ishim bilan shug'ullanaman. Qolaversa, Odnoklassnikda hozir juda ham ko'p 90% desam ham bo'la o'g'il bolalar yozishadi. Juda ko'p tanishish uchun yozishadi. Endi qanday qilib ishlash mumkin? Ko'pchilik menga bolalar yozyapti, chiqib ketib qolmanglar. U bolalar ham sizlar gaplashib ketmasalaring majburlab gaplashtirib bormaydi. Menga yozgan bolalarga yozaman. Salom deb yozishlar, salom. Nima maqsadda yozdingiz? Zakaz berma. Ular menga druziya tashlab menga yozgan bo'lishsa, zakaz bermoqchimisiz yoki ishlamoqchimisiz desam, qanaqa ish deyishadi. Bafurja ma'lumot olish uchun WhatsAppimga yozing, telefon nomerimni yozaman. Yozishadi. Hozir registratsiya bo'lmagan, uzoqda Xabarovskda ham, Kitrda ham hozir komanda почти bor, tayyor, Yaroslaviyada ham bor. Ularga podrobniy informatsiya berish uchun harakat qilyapman. Xudo xohlasa ular ham yozilishadi. Bu kompaniyada oldimga qo'ygan maqsadim 22% starshi menejer bo'lishlik. Shu katalogda 8-katalogda xudo xohlasa boshlaysan. Komandamda hozir 28 ta odam bor. Ulardan 24 tasi aktiv ishlashdi shu katalogda. Registratsiya bo'lishga tayyor bo'lib turgan odamlarim bor. Hali yozib uspet qilmadik ular. Yozilgan ikki katalog bo'lsa, prezentatsiyani qachon o'tib boshladim? Men ko'rdimda, sama provodishni ko'rdim-da. Qachon boshladim prezentatsiya? Prezentatsiya o'tishdi. Katalog Oriflame'ga registratsiya bo'ldim. Menga direktorimiz informatsiya bergandan keyin chaqirayotgan odamlarim hammasi o'zimniki. O'shanda bir kun siz aytdingiz-ki, Oynakda odam o'zi bilan o'zi gaplashish kerak deb. Men o'zim xayolimda gaplashaman o'zim bilan, kimgadir taklif qilmoqchi bo'lsam, nima deb taklif qilaman, xayolimda suhbatlashaman o'sha odam bilan. U odam bunaqa deb savol berib qolsa-chi degan savollarga sirasiz javob topa olaman-da o'zim. Menda davno boshlangan prezentatsiya o'tish, men uzoqdagi konsultantlarimga bor individual uchrashuv qilib kelaman, ularga WhatsAppdan yozsam olishmasa, omadi deb o'tirmayman, uyga boraman taksi qilib bo'lsa ham. Xo'jayinim taksi aytishadi, ishdan qo'yapsan men pulini beraman, yuring borib kelaylik deyman. Chunki nima uchun u odam menga o'xshab mana informatsiyalardan xabardor bo'lmayotganligi sababli отказ qilyapti yoki vaqti yo'q shu internetga kirishlik uchun. Shuning uchun boraman uyingizga deyman, ishdan bo'shashga mana 12dan 11dan borib kechasi tushuntirib kelyapman shularni. Prezentatsiya o'tishda mana o'zim Odnoklassnikdan odam taklif qilaman. Ular taklif qilib qo'yib, men direktorga uchrashtirib qo'ysam yoki boshqa menejerimizga uchrashtirib qo'ysam, ular meni orqamdan kelishgan.
qanday qilib keyin ularga men rezultat ko'rsata olaman. Meni tez o'sishimga sabab hozir, ya'ni o'zim bilan tez ishlashimga sabab biz taklif qilgan odamlarimizga gapirib beraversaga yoki hozir kimdir aytdi, biz mana Chachakayji bilan boshqalarni primer qilib jo'nataversak, ular ha o'zingchi bu rostdan rezultat bo'lsa o'zing nima qilyapsan deb bizga qarashadi, bizni tepadagi odamlarga emas. Shuning uchun rezultatni o'zimni iloji boricha tezroq ko'rsatay, orqamdagi odamlarimga skazga yetishni to'xtatay.